Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Nihoyat men eski obidalarni qidirishga boryapman. Chunki zirhli kiyimimni yangilashim kerak. Ha, aytganday, men Nazara TV bloklardan obida qurdim. Bugun videomizni 4-qismi. Bugun bizning videomizni hardcore rejimidagi 4-qismi chiqdi. Xo'sh, meni bir narsa xavotirga qo'yapti. Chunki men nimanidir tugatmagan edim-da. Axir men uyini ichini remont qilmadim-ku. Jin ursin, doim nimanidir unutib yuraman. Mana bu boshqa gap. Xullas men mana bu yerga bir nechta pechlarni o'rnatdim va mana bu yerga o'zimga shinamgina kravat qurdim. Mana endi kerakli qazilmalarni qazib olishimiz kerak. Chunki bilasizlar, menda olmos tugagan. Chunki meni har doim nimamdir tugab yuradi-da. Mana endi qo'limga kirkani olib ishni boshlaymiz. O'rgimchaklar bunday tezligini bilmagan ekanman. Yillanadi. Men o'ylabmanki, qalqonni uyga unutib qoldiribman deb. Yo, mana bularga nima bor edi endi? Xo'sh, mana endi ishga kirishamiz. Jin ursin, shu yerda ham o'rgimchak bor. Xo'sh, bu yerda birozgina olmos, suyak va ip bor ekan. Bu elde qolganlari musur. Yuqoriga bir qaranglar. Ko'rinishi ajoyib va qo'rqinchli. Do'stlar, yangi g'ordan mana bunday olmoslar topish bu mening omadim. Ha, yashash qanday go'zal-a? Do'stlar, sizlar ochiq ishlab chiqish nima ekanligini bilasizlarmi? Men mana shuni bilmas ekanman. Xuddi Jin ursin, mana shu gapni aytib bilmayapman. Neandertalets. Xullas, g'or odami degani. Mana bu amakim. La'nati, nima balo qildi bu? Onangni, jonimni yarmini oldi la'nati. Ha demay olmoslarga yetib boraman. Men aytmaganmidim sizlarga yetib boraman deb. Mana buni balandligiga bir qarang. Bu deyarli Marsgacha cho'zilganmi? Jin ursin, bu meni kelajagimdan ham yorqinroq ekan. Jonimga tegdi shular. La'nati. Minecraft, nima bila ustimdan kulyapsanmi? Olmoslarni har yerga tarqatib tashlabsan. Mana bu la'natlar ham yuragimga to'kilib oyog'im tagiga o'rlashib yuribdi. Ha, mayli, na iloj. Mana endi tepaga chiqib olmosni olaman-da. Xo'sh, buni olamiz. La'nati. Jin ursin, axir meni jonim kam. Meni olmosimni qaytarib bera olmaysizmi? Katta rahmat. Jin ursin, men uni ishtonini oldim. Zombi juda ham shedir ekan. Xo'sh, bu yerdagi olmoslarni barchasini terib olamiz. Shular yetmay turuvdi. Xo'sh, menimcha kovlash ishlarini bugunchalik tugatamiz. Menda hozircha 32 ta olmos bor. Qolgan olmoslarni shu yerga qoldirib ketaman. Axir men och ko'z emasman-ku. Xo'sh, demak bularni mana bu yerga o'rnatamiz. Men o'ylashim bo'yicha bularni barchasini sehrlasam bo'ladi. Men mana bu toshdan bo'lgan temirlarni sehrlayman, ulardan haqiqiy temir kelib chiqadi. Agar shunday qilsamgina boshqa kovlash ishlarga bormasam ham bo'ladi. Axir biz hali yana 30 ta qism syomka qilib dublyaj qilishimiz kerak. Mana endi olmoslarni ajratamiz. Xo'sh, menda hozircha 34 ta olmos bo'laklari bor. Do'stlar, kommentariyada yozishingiz mumkin. Bulardan qancha olmos olib bilar ekanman. Xo'sh, demak birinchi navbat mana bulardan boshlaymiz. Yaxshi, mana endi navbat olmoslarga. Men salgina o'zimni kuchimga ishonmayapman-da. Men bulardan 64 ta olmos olib bilarmikinman? Qoyil, yaxshigina olmos oldim-ku. Menda yana 4 ta blok qoldi. Agar to'g'ri hisob-kitob qilgan bo'lsam, har bir blok menga 7 ta olmos beradi. Iltimos, kimdir menga to'g'ri hisob-kitob qilding deb aytsin. Xo'sh, qani ko'raylikchi, qani. Ha, men to'g'ri hisob-kitob qilgan ekanman. Agar sizlar ham to'g'ri hisoblagan bo'lsangiz, demak to'g'ri hisoblabsiz. Va nihoyat men o'zimga dubulg'a yasayman. Xo'sh, dubulg'am qanday chiqibdi? Kelinglar, dubulg'ani sehrlaymiz. Baquvvatlik darajasi 3. Yomon emas. La'nati. Nima uchun sen meni doim ko'prigimni oldida turasan? Jin ursin, kimning g'oyasi edi o'zi bu yog'ochdan ko'prik qurish? Kimning IQ darajasi past ekan-a? Yog'ochdan ham ko'prik quraman. Yo tova. Jin ursin, ko'prikka isqirt oyoqlari bilan chiqqan. Agar hazilni tushunmagan bo'lsangiz, bu men edim. Ko'prikni yog'ochdan qurganimga juda ham afsuslanyapman. Hozirda menda birozgina bo'lsa ham ip bor. Mana endi undan kamon yasaymiz. Menda kamon uchun bor yo'g'i 2 ta o'q bor. Yoki men mergan bo'lishim kerak, yoki bo'lmasa bo'lgan bo'lishim kerak. Agar uni sehrlasam, bitmas tuganmas o'q olib bilaman. Bo'lmasam kamonlarni ko'paytiramiz. Qani, bo'la qol. Menga bitmas tuganmas kerak. Qani, bitmas tuganmas. Qani, bitmas tuganmas. Ha, o'la. Oxirgi marta sinab ko'raman. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasam po'h.
Mayli, bu oxirgisi emas, yana sinab ko'ramiz. Jin ursin, nima edi bu? Jin ursin, meni kitob javonim bor edi, portlab ketmasidan oldin. Mana menda ikkita kamon o'qi bor. Mana endi men sizlarga ko'rsatib qo'yaman nimalarga qodir ekanligimni. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Jin ursin, shunaqa ham g'ilay bo'lamanmi? Mana endi bu ko'prikning ustidan chaqmoq tezligida o'tish kerak. Jin ursin, la'nata, sen ko'prikka qarab o'tyapsan. Jin ursin, bu Minecraft emas, boshqa o'yin bo'lib ketdi-ku. Yer osti dunyosiga yog'ochdan ko'prik qurish, men sizlarga buni maslahat bermayman. Mana endi bu yerdagi bir nechta qurituvchilarni o'ldiramiz. Axir bizga tajriba kerak. Jin ursin, qurituvchilardan ko'payib ketdi-ku bu yerda. Va nihoyat men ularni bir zarbada o'ldira olaman. Menimcha ular bir-biriga suyanib o'tirishibdi. Meni buvim shunday degan edilar. Hozir esimga kelmayapti-da. Birinchi navbatda men o'zimga olmosli qilich sehrlamoqchiman. Menimcha men o'zimga o'tkir zarbalarni qo'shaman yoki bo'lmasam tishlik zarbalar edimi? Xullas, nima bo'lsa ham qurituvchilarni o'ldirish osonroq bo'ladi. Qoyil. Kelinglar, uni bu yerdan yo'qotamiz. O'rgildim seni sehringdan. Menga Arturni qilichini yasab berding, la'nati. Men tezroq lotereya biletini sotib olsammikin? Chunki omad mendan yuz o'girmagan, menga tupurib qo'ygan. Bu nima? Menda yetarlicha daraja yo'q? Bilasanmi nima? Men yer osti dunyosiga tushaman. U yer men uchun yaxshiroq. La'nati. Mulla, nima bo'la edi bu? Jin ursin, nima bo'la? Ular men bilan portal orqali o'tishganmi? Yo, oshnalar. Yo, la'natlar, men tushunmayapman. Sizlar qayerdan keldingiz bu yerga? Nima bo'la, bularga shahar bedarvozami? Eshik ochiq deb kiraverar ekanda. Men o'zimga kerakli bo'lgan buyumlarni oldimda bu yerdan quyon qilamiz. Jin ursin, uyimga o'rgimchak ham kiribdi. Yaftinga o'ray seni. Xo'sh, mana endi bularni sehrlaymiz. Balkim uchtalikni olarmiz. Meni tomim ketyapti, nima bo'la? Menga e'tibor bermanglar, shunchaki mening jahlim chiqqan. Xo'sh, bu nima? Talonchilik 2? Studiya sharma, yomon emas. Talonchilik uchun alohida tajriba berar ekan. Men Minecraft o'yinini o'ynayotganimga deyarli 10 yildan oshdi. Lekin talonchilikni bilmas ekanman. Va nihoyat men uyga qaytdim, chunki bu yerda olmoslarim bor. Lekin menga qilich juda ham kerak bo'lyapti. Kelinglar, yana bittasini sehrlaymiz. Xo'sh, talonchilik 3? Mayli. Demak, biz to'g'ri yo'ldan boryapmiz. Qoyil, talonchilik menga 3-marta tushyapti. Qilichni o'tkirligi tushmayapti. Qilich o'tkirligi 4. Iltimos, nimadir yaxshiroq narsa ber menga. Yomon emas. Xo'sh. Agar mana bu 3 ta qilichni birlashtiradigan bo'lsam, super qilich kelib chiqadi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Undan oldin qilichni o'tkirligini 5-darajasi kerak. Keyin esa mana bu ikkovini birlashtiramiz. Xo'sh, mana tayyor. Super qilich, iltimos. Mana bu ketmon va ishtondan ko'ra yaxshiroq-da. Bir necha soat qiyinchilikdan so'ng va nihoyat men uddaladim. Men zirhli buyumlarni barchasini komplekt qildim. Mana tayyor. Va nihoyat menda yaxshi zirhli kiyim va kerakli instrumentlar bor. Mana endi ularni barchasini nazariy tibbiy qilamiz. Undan oldin kelinglar, ozuqa izlaymiz. Jin ursin, men hali ferma qurganim yo'q. Mana bu yerda ferma qurib qo'yganman, lekin u yerda pecheniya ishlab chiqariladi. Axir men pecheniyalarni yeb bilmayman. Kelinglar, yaxshisi Minecraftdagi barcha hayvonlarni qirib tashlaymiz. Jin ursin, shuncha qirganimdan so'ng ham bu yerda sigirlar bor. Men ularni yeb bitirdim deb o'ylabman. Mana endi kelinglar, yer osti dunyosiga tushib nazarit izlaymiz. Men hali bilmayman, mening eng yaxshi ko'rsatkich darajam qaysi biri edi. Menimcha 15 edi shekilli. Aytgancha biz hardkor rejimida 100-kunni bosib o'tdik. Bugun esa 101-kun. Hali oldinda 6000 kun turibdi. Xavotir olmanglar, biz 15-darajada ekanmiz. Menimcha men sizlarga hozir hazil qilmaganmidim, chunki biz 2 seriyadan beri qazilma ishlarini olib boryapmiz. Balkim bu yaxshilikdir. Men o'ylabmanki, ularni bedstone tagidan izlayapman deb. Xavotir olmanglar, hammasi joyida. Men bedstone'ni kovlashni davom etaman. Qoyil. Va nihoyat men o'zimga kerakli bo'lgan resurslar tomonga yetib keldim. Bu yerda 2 ta bor ekan. Hozircha qazilma ishlarimiz yomon ketmayapti, to'g'rimi? Mana bunisi esa kelajakdagi chiqadigan qismlar. Lekin biz hozircha 4-qismda yuribmiz. Men yana nimandir topib oldim. Xo'sh, bu yerdan 3 ta chiqarmikin? Qani? Bu yerda 2 ta ekan.
Meni hozir qilayotgan ishim foydali qazilmalarni qazyapman. Menda yana bitta g'or bor. Shuning uchun men u yerdan bu yerga kovlab yuribman. Yana men Google dan qidirish bo'yicha 12-darajaga chiqib olibman. Faqat sizlardan iltimos, kommentariyada yomon narsalar yozmanglar. Sal qoldi, men yana kirkamni sindirardim. Axir men deyarli marraga yetib kelgan edim. Men bilmayman ularning kuchi qanchaga yetishini. Sezganingizdek, oldingi qismlarda ham men kirkamni sindirib olgan edim. Unga qo'shib dubulg'amni ham. Shuning uchun orqaga qaytib buni tuzatish kerak. Bularni barchasini tuzatganimdan so'ng, men yana o'zimni yaxshi ko'rgan ishimga qaytaman. Mana bu yerda 5 ta, 6 ta, 7 ta bor ekan. Qoyil. 8-inchisi. Ura! Men hozircha qadimiy bloklardan 8 dona topdim. Kelinglar, sizlar bilan bir o'yin o'ynaymiz. Qani 30 daqiqa ichida men qancha qadimiy bloklar topar ekanman? Tayyormisizlar? Vaqt ketdi. Albatta sizlar ham o'z fikringizni kommentariyada yozishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, ulardan 10 ta topaman. Bilaman, bu unchalik ham yaxshi g'oya emas-u, lekin men qadimiy toshlardan 8 dona topdim. Jinosan 5 daqiqa o'tib ketibdi. Men bir dona ham topmaman. Agar umuman topa bilmasam nima bo'ladi? Shunaqasi ham bo'lishi mumkin, lekin men bunday qo'l qovushtirib o'tira olmayman. Shuning uchun harakat qilish kerak. Aytishadi-ku, harakatda barakat. Shuning uchun yurmon qoziqqa o'xshab kovlash kerak va qidirishni davom etish kerak. Bizning yagona maqsadimiz shu. Mana 2 ta qadimiy bloklar. Ulardan 3 ta bo'ldi. Yana 2 ta bor ekan. Mana endi menda 5 ta bo'ldi. Biz buni uddalaymiz. Biz to'g'ri yo'lda boryapmiz. Men hech bilmasam 10 ta topmoqchiman. Xo'sh, yana bitta qo'shildi, 6 ta bo'ldi. Mana bu yerda yana 2 ta bor ekan, 8 ta bo'ldi. Yana bitta topdim. Yana bitta kerak 10 ta bo'lishi uchun. Jin ursin, bizda 3 daqiqa vaqtimiz qoldi. Shu vaqt ham kirkasinadimi? Xullas biz 30 daqiqa ichida 9 dona topdik. Bu yaxshi natija emas. To'g'risini aytsam, men 10 ta topaman deb o'ylagan edim, lekin xato o'ylagan ekanman. Jin ursin, yuragimga ham to'kildi shu cho'chqalar. Xudoyim. Nima balo, bular meni kutib o'tiribdimi? La'nati, cho'chqalarni kim yubordi bu yerga? Hoy, Technoblade, nima qilyapsan? Nima balo, sen sig'mayapsanmi? Chunki sen cho'chqasan. Ovora bo'lma oshna, men seni o'zim urib o'ldiraman. Kelinglar, kirkani yana bir bor tuzatamiz. Shoshmanglar, buni tuzatib nima qilamiz? Yangisini yasaymiz. Men dahoman. Agar kommentariyada yomon kommentariy yozgan bo'lsangiz, zudlik bilan uni o'chirib tashlang. Axir men kirkani ataylab sindirganim yo'q. Sen bekorga olmoslarni yo'qotib, kirkalarni yasayapsan. Tavba qildim. Men o'zim bilaman nima qilishni. To'g'risini aytsam, meni yuragimga to'kildi. Mana bu yerdan qazilmalarni qazib olish. Chunki men 1 soatdan beri bu yerga tushib chiqyapman, lekin nazaretdan darak ham yo'q. Mayli, nayloj, biz deyarli tugatay deb qoldik. Yana 5 dona olsam, menda barchasi nazaretlik bo'ladi. Menimcha yana 20 daqiqa kovlash ishlari bilan shug'ullansam zerikarli bo'lsa kerak. Mana bizda 27 ta tarixiy obsidianlar bor. Shularni o'zi barchasini nazaret qilishga yetadi. Lekin men yana ozgina kovlamoqchiman. Kelinglar do'stlar, yana ozgina kovlab olamiz. Qolganlardan esa nazaretiy bloklar yasaymiz. Balkim yorug'lik manbai yasarmiz. Agar bularni hardcore rejimida qursam, juda ham qiziq bo'lsa kerak. Xullas, davom etamiz. Vulqon ham shunchalik jonimni oladimi? Men zirhli kiyimimni sindirgan ekanman. Ishton ham yonib ketibdi. Axir bularni sehrlash uchun qancha vaqtimni yo'qotgan edim. Menimcha bu seriyaga qarg'ish tekkan. Dubulg'amni sindiramanmi, zirhli kiyimlarimni sindiramanmi, ishtonim yonib ketdi. Nima bo'lyapti o'zi? Xullas, bilasizlarmi nima? Kelinglar, uyga qaytamiz. Men sal turib yana qolgan tarixiy obsidianlarni qidiraman. Va nihoyat biz uydamiz. Birinchi navbat mana bularni kuydiramiz. Bular tayyor bo'lgancha kelinglar, biron nima yeb olamiz. Nima balo, sen bu yerga kirmoqchimisan? La'nati. Qolgan Minecraft personajlarga qaraganda bu kichkinaroq ekan. Qani, kela qol, tashqariga turmaylikda uyga kiramiz. Kela qol. Bu. Nima balo, omading kelmadimi? Battar bo'l. Qani, nazaretlarni ko'raylikchi, nimalar bo'ldi? Bularni ham kuydirish kerak ekan. Kelinglar, bular tayyor bo'lguncha biz suratga tushib olamiz. Mana senga surprizu, ana senga surpriz. Mana senga kiradigan mashina-yu, mana senga dilbuzor. Oltinlar tayyor bo'lgunicha men o'zimga ne nadomatlar bilan zirhli kiyim tayyorladim. O'zimga ishton ham tayyorladim. Axir u vulqonga yonib ketgan edi. Mana bo'ldi. Mana endi menda 14 ta nazaret bor. Mana endi mana bularni kolleksiyaga solib qo'ysa bo'ladi. Mana endi zirhli kiyimlarni kuchaytiramiz. Qoyil, qani olg'a. Va nihoyat biz nazaretlarni 4-seriyada qo'lga kiritdik. Xo'sh, kelinglar, mana endi davom ettiramiz. Mendagi barcha instrumentlarni kuchaytiramiz. Bum! Bizda nazaret bor ekan, biz Minecraftda rekord o'rnatdik nazaret topish bo'yicha. Mayli, men hazillashdim. Biz sekin harakat qildik, lekin uddaladik. Hali bunday seriyalar juda ham ko'p bo'ladi. Jin ursin, 6 ta nazaret blok tayyorlash uchun yetmas ekan. Men hech bo'lmasam bitta nazaret blok xohlagan edim. Buni tayyorlash uchun faqatgina bitta yo'l bor.
Mana endi olg'a. Ting. Mana nazoretviy blok. Men mayak tayyorlashim uchun bunday bloklardan ko'proq kerak. Ertami kechmi men baribir mayakni quraman. Men mana bu bola uchun qurbongoh qurmoqchiman. Uni mana bu yerga o'rnatsammikin yoki mana bu yergami? Qurbongoh uchun ajoyib joy bo'lish kerak. Hardcore seriya uchun ajoyib taklif. Biz barcha materiallarni yig'amiz, uni ko'rinishini yer osti dunyosiga o'xshatamiz. Lekin qurbongohni qurishimiz uchun joy kerak. Kelinglar, nazoretviy qurbongohni mana shu yerga quramiz. Mana endi ishga kirishamiz. Ko'ramiz qo'limdan nima kelar ekan. Obo, nima uchun? Nima uchun? Ya, bunga qaranglar, o'zi 5 minutga ketgan edim. Qurbongohni kriperlar bosibdi. O'zlaringiz ketasizlarmi yoki qilishni orqangizga tiqaymi? Mana, men qurgan qurbongoh. Men nazoretviy blokni havoda muallaq qo'ydim. Mana bunga e'tibor bermanglar. Men bu yerga chaqmoq toshini o'rnatib, keyin tagiga olov yoqmoqchiman. Keyin tushunib yetdimki, men buni barchasini yog'ochdan quribman. Xullas, mana shunday qurbongoh bo'ldi. Xullas, men polni qizil qildim. Bu ko'rinishiga yaxshigina atmosfera beradi. Keyingi qismda esa bu yerni yaxshigina yoritamiz. Keyin esa bu yerni biz muqaddas joy deb ataymiz. Eshitilishi yomon emas, ha? Sizlar bilan keyingi jumada ko'rishguncha